Düşmanlarımdan birining uyida yashayotdim. U mening dushmanimla emas, yana ko'ni mashqimni tortib olgan raqibim edi. Bu yerda biror yil turib qoladigan bo'lsam, ruhsiz qo'nchoqqa, cho'lponga o'xshash dushmanning o'yinchig'iga aylanib ketishim mumkin. Tinch hayotga, esil yemekliklar, buzul kiyim-kechaklar, to'qqiz til bundoq xotirjam go'zal hayotga beqinib qilish insondagi isyonkor ruhni, kurash, jihad ruhini o'ltirib o'tadi. Yana bir masala, cho'lponning ko'zida g'alita, keskin intilishlar chaqnaydigan bo'lib qoldi. Uning bu beqishlaridan xijil bo'lib, ko'pincha vaqtlarda uningdan o'zimni qochirib yuradigan bo'ldim. Tunlarni bo'lsa, uni xiyol qilish va kullash bilan o'tkazib o'tdim. Bu uy ozdirg'uchi, gunohkor, la'nati shaytonlarning uvusi edi. Tunigun bu uyda tons kechilik o'tkazildi. Cho'lpon albatta kechilikning chaqmagan yoldizi edi. Hammaylar ko'zini uningda uzalmaydi. Xitoy, Rus ofitserlarning hammasi uning bilan tans o'ynash arzusida edi. Eri g'arq masbog'ich ishdi, ammo saharga yaqin uni jiddiy bir ish bilan chaqirishdi. Qalin paltosini kiyib, alang-salang minib chiqib ketdi. Mush yer kelguncha ishlar odatdagi normal yo'sinda edi. Hujramda o'ltiratdim. Cho'lpon kirib keldi. Kecha uxlamaganlikdan chehri texim sulg'un edi. Kiribli meni quchoqlab oldi. Lavlarini o'zlayotganligini ko'rib, "Xonim, nashliq tayyorlamsam bo'lmaydi?" dedim. Narsiyim yo'q. Hammasini xonim emas. Saroyning hamma yerida ko'z quloqlar bor. Men chidayolmadim. Bu nima deganing? Tushunmadingmi? Men xiyonatga o'ch. Mendek bir xoinning yana bir qatim xiyonat qilishi qanchalik ishdi? Men degan Allohni tunuydigan musulmon odam. Eridan intiqom olmoqchi bo'layotgandigando yoki men ich og'ritib shafqatni izhor qilayotgandigando yoki bo'lmasa ko'ni muhabbat qaytadan yolg'onjaganmidi? Daqiq ichida kallamda nurg'un savollar paydo bo'ldi. Yalvurganda qo'limni tutib oldi. Men o'zimning bardoshlik berolmay qolishimdan ansirab, uning qarashlaridan va tutishlaridan o'zimni qochirib turatdim. Tog' bag'ridagi erlar azob uqubat ochliq ichida ingrayotgandi. Dedi hayajonlanib. Ular degan haqiqiy erkaklar. Ularmi o'zlarining hayotini yashayotidi. Alloh ruxsat qilgan doirada. Echirqagan chilbördek ko'zlaridan o't chachirtib tahdid aralash mundoq dedi. Senden intiqom oladiganligimni bilsin. Mushumi sening muhabbating? Ha. Senmi mening intiqomdan qo'rqib qolmaydiganligimni bilasan. Bularning qo'rqinchli qop-qorong'u zindonlarga tashlanganingda, beshingda qamchilar o'ynashga boshlaganda, mening yenimdagi minutlarimning qadriga yetishga boshlaysan. Men o'zimni o'limga atab qo'ygan, dedim chonqur ishonch bilan. Sen o't bilan o'ynashyapsan. Sen mening haqiqiy erim. Lekin sen iymon keltirgan birining nikohida, garchi ko'rinishida iymon aytib qo'ygan biri bo'lsa-mu, u yana sening halol ering. Ems bu yerga nima deb kelding? Bu savol bek tuyuqsiz kelib qoldi. To'g'ri. Nima deb keldim? Men butun hayotim bo'yicha bu tajovuzchi ablahlardan intiqom olishni o'ylab yashab kelgan edim. Lekin qani intiqom? Yuragim dupildab ketdi. O'zimdanmi yoshirishga tirishayotgan bir ish bor edi. Cho'lponni yaxshi ko'ratdim. Bu saroyga kelish taklifini qabul qilishimmi shu sababdan edi. Meni tashlab chiqib ketdi. U kun kechgacha uni ko'rmadim. Ishlar nemishqa buncha yomonlashib ketdi? Vatanimizga nemishqa yatlar hokim bo'lib oldi? Burun Qashqardagi bir masjidning xotibi menga mundoq degan edi. Hey balam, hey balam. İslam izzatdir. Uni cho'ng tutgan aziz bo'lar. Tashlab qo'ygan xor bo'lar. Vatanimiz g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldi. Rohat perestlik, o'rinliq, beg'amlik, tartibsizlik avj oldi. Shuning bilan kishilar dindan asta-asta yiroqlashishga boshladi. Boylar haddilaridan oshdi. Namratlar ularga bo'yin egishdi. Hikmat farosat ko'tarildi. Gunoh ma'siyatlar har tarafi yeyildi. Ey jinim balam, mana bularning hammasi zavolliqqa yuz tutishning muqaddimasi bo'lib qoldi.
Meşriqdimi düşman, Mag'ribdimi düşman. Ular qural yaroq, fan texnika va odam kuchlariga tayanib kuchayotidu. Biz bo'lsak, o'tmishdagi sha'ni shavkatlarimizga yo'linib, uni so'zlab og'zimizni tatliq qilib g'aflatda qoldik. Şalliq tariximiz bizning faxrimiz. Lekin birdan-bir yo'linchikimiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ey jinim balam, musulmonlar izlayotidi. Turkiyaga qarasa, u yerda urush va zulmat Turkiyani nihoyat holsizlantirib o'tdi. Arab qarindoshlarimiz bo'lsa, dushman otlar ostida yanjilayotidi. Kafir bedbaxtlar bir millat bo'lib uyushdi. Musulmonlar bo'lsa, baxtsizlik, bilarmanligimiz sababidan parchalanib ketdik. Mushu ahvollardan biz nimaning zafarga, nimaning zavolliqqa, halokatga yo'l ochadiganligini ko'rib olaymiz bolam. Bu so'zlar esimdan chiqmaydi. Xo'janiyaz hoji va Sharifxon To'ra doim takrorlaydigan boshqa so'zlarmi bor. Ular bizni rag'batlantirib turadi. Ajal yetib kelganda ular boshlarini tik tutib, mardonilarcha yuzlangan edi. Mening bu saroyga kelishim shaytonning o'yinlaridan biri edi. Ketishim kerak, darhol ketishim kerak. Lekin avval biror ish qilay. Bu yerda zoya qilayotgan vaqtimning haqqi uchun biror ish qilay. Uningdan keyin tog'dek azmatlarning yoniga ketay. Anlasam, Qaysar o'g'lonlarimizdan Osman Batur azmatlarni yig'ib qo'zg'olonga tayyorlanibdi. Men bu yerda nima ish qilib yurayman? Iyri yo'q vaqtida cho'lpon menamga va yurkimga o'rnab ketgan o'y xiyollarimni o'chirishga urinib boqqan bo'lsa-mu, men qarshilik ko'rsatdim. Lekin cho'lponning jazbdorligi kishini o'ziga tortib turardi. Uningga qarshilik qilish oson ish emas edi. Bavdingni olqinida xoligancha o'ynatqanidanla uning qanchalik yomon ayol ekanligi chiqib turardi. Bavding 2 kundan keyin harg'in, qapoqlardan muz yog'dirgan holda qaytib keldi. Cho'lponga bundoq deganligini anglab qoldim. Biz xatar ichida qoldik. Qanday xatar? Osmon va qo'zg'olonchilar yeni partizanlik urush qo'zg'adi. Sen nimadan qo'rqsan? Ular bizni yengalaydi deb o'ylamsan? San'at markaziga hujum qilyotdi. Saqchilarni o'ltiryotdi. Oshkor jang bo'lgan bo'lsa, ularni yengalaydik, lekin Cho'lponning ko'zlari xushalliqdan parlab ketgan bo'lsa-mu, ustulik bilan yoshirib qoldi. Bavding tamoq vaqtidami, ichib o'ltirgandimi, bu g'amdan qutulolmadi. Xiyolga cho'kib o'ltiratdi. Kechqurun u ikkisining billa bog'chaga sayliga chiqib ketganligini uqdim. Ularning sirtda bo'lgan vaqti nihoyat uzun so'zildi. Tang kechida etilgan necha pay o'q ovozidan keyinla cho'lpon noli faryod ichida qaytib keldi. Hammaylan o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Saroyning ichi Xitoy ofitserlar, Rus mutaxassislar, istixborot xalchilari bilan qaynab ketdi. Nima ish bo'lib ketdi? U kecha Bavdingga o'q tekkan bo'lib, saroyga ko'tirib elib kirishgan edi. Cho'lpon uning yanida chochlarini yulib, faryod ko'tarib o'tadi. Men qotilni ko'rdim. O'q chiqarib bo'libla etiga minib qochdi. Daryo tarafga qarab qochdi. 10 ming odamning ichida bo'lsa, uni toniy olmayman. To'xtamay g'azi ichib yig'laydi. Xitoylar va ruslarning ko'zlaridan g'azab chaqnaydi. Ko'z yoshlariga bo'g'ilib yig'layotgan tul xonimdan har xil savollarni so'rayotdi. Bir tarafdan uni tinchlantirishga tirishadi. Cho'lpon ularni intiqom olishga kuch kiritayotdi. Erimning qotilini tepib beringlar deb faryod uradi. Urumchidagi gumonliqlarning hammasini tutishga buyurdi. Istixborot boshlig'i bu bugun yuz bergan 3-voqea. Osmonning odamlari partizanlik harakatlarini kuchaytirdi. Qattiq qo'lliq, texmi baq qattiq qo'lliqdan boshqa unumli chora yo'q. Harakatlarda shubha ko'ringan hamma turkistonlikni o'ldiraylik desam o'nashmadi. Bundoq desang, turkistonlikning hammasi gumonliq, hammani o'ldiramdiq deb. Men xoinlarni farqlantirishni yaxshi bilaman. Bu voqealarning intiqomini olmay qo'ymayman. Darhol Urumchida harbiy holat e'lon qilaylik, dedi. Cho'lpon motam ichida arg'in, parishon holda azib o'ltiradi. Qizqarliq yeri Bavdingning og'inlari Cho'lponga tasalli berish uchun kelib ketib turadi-yu, ko'zlarida bir umid, bir shodlik parlab turadi. Ko'pinchisi Bavdingning qini tex qurmay turib, Cho'lponga tamada bo'layotdi. U oxir bir haftagacha xonasidan chiqmay, hech kimni kirgizmay qaraliq tutishni qaror qildi. Urumchida so'z-so'zaklar ko'payishga boshladi.
Hamma yoqni vahima qoplab ketdi. Chet ellik ofitserlar qo'rqishga boshladi. Shirdek, yo'lbosdek yo'rkirganlar amdi to'shqandek tugilishga boshladi. Bu saroydan ketishga tayyor bo'lib turganda bundoq ish chiqib safarim kechikib ketdi. Saqlashga majbur bo'ldim. Bir kuni kechda cho'lpon kirib keldi. Uni ko'ribla chachrab turib ketdim. "Xonim," dedim kekeshlab. Qatilning kimligini bilamsan? Dedi ko'zlarimga tikilib turib. "Kim ekan?" Men. "Senmi?" Ha, dedi kulib ketib. nima ish qilishni bilgan bormi? G'azab bilan so'zlayotdi. Gaplarga hayronlik ichida quloq soldim. Bilib o'tmaslik uchun so'z qistirmay jim turib angladim. Mujohidlardan 10 kishini tuzoqqa tushirgan bir harakatga boshchilik qilibdi. Bir necha rus bilan birga. Buni o'zi e'tirof qildi. Buyruqqa qarshi chiqa olmaydiganligini aytib, o'zini oqlayotdi. Uning oldida menga ta'minot yetkazish xizmatidan istifa berishga va'da bergan edi. U kecha ko'zimga uyqu kelmadi. Tex men bilan birga bo'lmoqchi bo'ldi. Hech qanday alayda hissiyot yo'q. Pushaymon degan u asla hech ish qilmagandek kulib yurishlarcha tex. Ko'z oldimga keltirib baxtim. Mustafa, u 10 mujohidning ichida sen bo'lib qolgan bo'lsang, qanday bo'lib ketadi? Uningga, "Bording, bu g'alabani toza bir ish tabriklayli" dedim. Bek xushal bo'ldi. G'albalik tamomlagan harakatining jarayonini, qo'zg'olonchilarga qarshi qanday tayyorlik qilganligini og'iz tegmay so'zlaydi. Osman Batur ularga xeyli obdan vahima paydo qilgan edi. Ondan bog'chaga chiqdik. Sepilning ichida tomni bo'ylab mengayotdik. Uning tapanchisini oldim. Keynidan otmadim. Yuziga qarab turib tang oldim tapanchini. Hozir sana hukm e'lon qilaman Bording. Sen bir xoin. Xiyonatning jazosi o'limdir. Qaqoqlab kulib ketdi. Meni chaqchaq qilyotidi deb o'ylab qoldi. Unga qattiq baqirdim. Qimirlama. Eng cho'ng gunohing yolg'on gap qilganliging. Musulmon bo'ldim deb yolg'on aytding. Bir rakat namoz o'qimading. Urushdan nafratlaman deb yolg'on aytding. Amaliyotda sen hayvondan battar nimasan? Meni xuddi ishiltib ko'nib qolib tashvidishga ko'zing qiymagan bir piyolaning o'rnida ko'rdim. To'xta, qimirlama. Uning yuzlari tatirib ketdi. Tizilib o'ltirib qoldi. Ko'zlarida yoshlar lig'irlashqa boshladi. Tasavvur qilib baqa, Bog'dongning yig'ilganini. Uning yig'isidan shunchalik huzurlandimki, Seni vatanimizga kelishga qiziqtirgan nima? Javob ber. ko'zlarini yumib yalvarishqa boshladi. Men seni yaxshi ko'raman cho'lpon. Hech kimga seni so'ygandek so'yib boqmadim. Sharifim bilan qasam qilay. Endi hargiz bunday ish qilmayman. Meni armiyadan qo'g'laymiz desam qilmayman. Sen mening borlig'im. Menmi seni yaxshi ko'rman? Seni o'ltiribsam, nurg'un meynatchilik va gunohlardan xalos bo'lasan. Al. Al. 5 shahidimiz uchun 5 pay o'q. Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar quyilishga boshladi. Bu ishlarni anglasa, qumulliqlar haqimda nima der? Sirtqa chiqib ketib, qo'lida qadah ko'tarib qaytib kirdi. Ayibga buyurma. U mal'un meni ichki o'gitib etibdi. Biz to'y qilaylik qadrlikim. Lekin bu to'yni qanday qilamiz? Qo'lidagi qadahni cho'rib o'tib, qaqahlab kulgunicha so'zini davomlashtirdi. Bog'dongning yaqin do'stlaridan biri menga to'y qilishni imo qilyotdi. Bu ofitserlarning yuraklari tashmikina. Qo'rqinchli kunlar yana boshlandi. Urumchidagi istixborot boshlig'i begunoh kishilarni tutishga boshladi. Kunda bir ikki kishi qotil degan gumon bilan darg'a esilatdi. Gohida cho'lponning oldiga ba'zi qo'zg'olonchilarni yoki gumondorlarni eklishatdi. Lekin u ularning qotil ekanligini inkor qiladi. Tutib qamashlar ko'paydi. Harbiy holat Urumchida emas, cho'ngroq shaharlarning hammasida yurgizildi. Qo'zg'olonchilarning faoliyatlari kuchayotdi. Bir oqshimi cho'lponning qishig'i berib uningga qarliq tutish muddating to'shdi. Bir tans kechilik uyushtirib, cho'ng amaldorlarning hammin chaqirg'in. Shuning bilan o'tgan ishlarning pardasi yepilib, Bog'dong vaqasi oyoqlashgan bo'ladi. Seni almoqchi bo'lgan u Xitoy bilan choy ichkininglarni e'lon qilsangmikin deyman, dedim. Men seni deb o'ldirdim Bog'dongni. Dedi achchiqlanib. Meni chin qalbingda yaxshi ko'rsang, bu tans kechiligini o'rlashtirishing kerak. Nimishqa? Belikidan tutib o'zimga qattiq tortdim. Uni bag'rimga bosib turib, mujohidlar uchun intiqom olishimiz kerak qadrlikim. Qanday qilib? Menda xeyli ko'p portlatqich bor. Qo'zg'olonchilar avatib berdi. Tans kichiligi tugar chog'da bu saroyning kulini ko'kka so'raymiz. Beshini langishdi. Biz-chu ularni g'arq masalatda naqshi aytib usul o'ynayotgan yerda tashlab chiqib ketamiz. Biz yiroqlashgandan keyin partaydi. nega boramiz?
Taqqa Osman Batur va boshqa azimatlar bor yerga. Uning yuzi xushalliqdan nurlanib ketdi. Hayajonlanib, yuz ko'zimga suyishga boshladi. Qira oshpazni hozirdan burun yiroq yerga yo'l o'tishimiz kerak, dedim men pichirlab. Mo'ng'ul Arifkashkimi biror bahona tepishimiz lozim. Heliqi ikki kichik bola xizmatkarni bog'dagi sen bog'ding bilan ish pesh tortishib yurgan xasujroq olib bersak bo'ladi. 4 ko'z bilan kutgan kecha keldi. Atrof qozonni dumkamtirib qo'yganda qop-qorong'u edi. İkimiz bir arg'umoqqa minib, qattiq sovuq havoni yerib, shamoldek ilgirlab ketdik. Xeyli uzun mangandan keyin kaynimizdan qilgan ovoz bilan tang uzoqdan saroyning o't dengiziga aylangan holatini ko'rdik. Taraf-tarafdan dod-faryod, chirqirashlar anglanatdi. Birer soat shundoq tez suratda mangandan keyin tog' etkiga kelib qolgan edik. Tog'lar har zamon hur insonlarning, azimatlarning makoni bo'lib keldi, dedim uni otdan tushirgach. Cho'lpon sovuqdan titrab ketgan bo'lsa-mu, mening qanchalik xushal bo'lganligimni bir bilsang, dedi. Sana qiliroq kiyim topmasak bo'lmadi, dedim kulib ketib. Cho'lpon tuyuqsiz. bu jasur ishni nima deb dal mush vaqtda qilmoqchi bo'lding? deb so'rab qoldi. Men otni bexatarroq tarafga yetilgach javob berdim. Bu mening birinchi qatimliq ishim emas. Urumchida turish jarayonida buningga o'xshagan bir necha ishni qildim. Osman Baturning buyrug'i bo'yicha harakat qilgan edim. Hayron qilib, ko'zlari chekchiyib ketdi. O'ltirib aram olish uchun zo'ngzayg'ach, mundoq deb davom qildim. Agar bovding masalasini o'z qo'ling bilan hal qilmagan bo'lsang, bugungi hodisada oqibating ashu kuyib kuli ko'k so'rilganlar bilan o'xshash bo'ladi. Nima? Meni o'ltiramding? deb vaqirab ketdi. Chilli bilan Rizvangulning voqeasi esimga kelib, men uning dadasi, dedim. Cho'lpon nim demoqchi bo'lganimni uqolmadi. Ondan tog' qo'zg'olonchilarining qo'mondoni Osman Baturni izlab chiqqan safarimizni davom qildik.